Kartli mata kultivator va kartasiz mata kultivatorda sizlarga birga obzor qilib, nima farqi borligini aytib o'tamiz. Kartli mata kultivatorlarimiz motoriga alohida moy quyiladi mana. Chegirma narxida 2700 ming beramiz oxir bo'lishini. Kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, kommentariyaga omad so'zini bosib kelgan obunachilarimiz uchun narxlarni arzon qilib beramiz. Narx-navosi birinchi arzonidan tanishtirib o'tamiz. Akalar, Qo'qonda yangilik, yangi kartli mata kultivatorchilarimiz yetib keldik. Kartli mata kultivatorchilarimiz 5 ot kuchida bo'ladi. 5 ot kuchi, bunisi 3 ot kuchlisi bo'ladi. Kimga shunaqa kartli kultivatorchilar kerak bo'lsa, bitta kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, kommentariyaga omad so'zini bosib kelgan obunachilarimiz uchun narxlarni arzon qilib beramiz. Kartli mata kultivator va kartasiz mata kultivatorda sizlarga birga obzor qilib, nima farqi borligini aytib o'tamiz. Kartli mata kultivatorlarimiz motoriga alohida moy quyiladi mana. Moy quyadigan joydan ko'rishingiz mumkin. Motor moylari alohida quyiladi. Benzin alohida, moy alohida. Bu nariga kartersiz turida esa benzinga moy aralashtirib quyiladi. Buni kartera bo'lmaydi. Moy quyadigan alohida joyi yo'q. Shuning uchun benzinga moy aralashtirib ishlatiladi. Farqi shunda. Keyin buni kartli mata kultivatorchamizni pichoqlari 3 qatorli bo'ladi. 3 tadan 9 ta 18 ta pichog'i bor. Buniki 8 ta 16 pichog'i bor. Buniki 2 qatordan bo'ladi. Kartli kultivatorchamiz keyin ot kuchi 5 ot kuchi bo'ladi. Ot kuchi 5 talik, bunisi esa 3 talik, 3 ot kuchi bo'ladi. Vozduklar bilan jihozlangan, maslinli vozduklar bilan ko'rishingiz mumkin. Skorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu gazi. Mana bu esa bezopasnost. Qo'lingizdan chiqib ketsa yoki bir ishdan to'xtatish uchun stopni bossangiz o'chadi mata kultivatorchi. Keyin buni benzin baklari 1 litr 200 gram benzin bak oladi. Benzin 1 litr 200 gram bakli. Buniki ham 1 litr 200 gram. Ba'dan mana yangi klientimiz kelishdi. Mana amakimizga mata kultivator kerak ekan, narxlarni aytib kelishtirib beramiz mana. Bular 3 million 100 ming so'm parali mata bloklarimiz. Moydatchilik bo'ladi. Moydatchiklari o'zida. Moy suyulib ketsa yoki moy aynasa, o'zi avtomatik motor o'chib qolib sizga xabar beradi. Moy almashtirish kerakligini. Mana uni nechta pulimiz? Mana bu 2 million 800 ming so'm. 2 million 800. Bu ham moydatchilik. Motor aqlli motor bo'ladi buni ham. Buni puliga ham bo'ladimi? Yo'q, freza pichog'i bo'ladi. O'zini. Mana bunaqa freza pichog'i bo'ladi. 4 qatordan 8 qator freza pichog'i bo'ladi. Bo'lgan nechta pulimiz? Qaysini? Sizga chegirma narxida 2 million 700 ming qilib beramiz oxiri bo'lishini. 2 million 700 ming so'm oxiri bo'lishini. Mayli, shunaqa bitta olishimiz kerakdi, qarab turaverikchi. Bo'ldi. Davom etamiz sizlar. Davom etamiz. G'ildiraylar bor yana. G'ildiraylarni ko'rishingiz mumkin. Orqasida g'ildiraylari bor. Ishlatib bo'lgandan keyin g'ildirikchasini qo'yib, yetalab ketsangiz bo'laveradi. Bunisida ham bor. Bunisida ham g'ildiraylari bor. Bunda ham xuddi shunaqa ishlatadigan joyingizgacha g'ildiratib, ishlatib bo'lgandan keyin g'ildiratib topsangiz bo'laveradi. Ko'tarib yurmaysiz. Yana nimasiga ahamiyat berish kerak? Sevimli. Bu kartlining afzalligi bor endi. Kartlining motor moyi alohida quyiladi. Motori bor. Motor moyi alohida quyilgani uchun motori bo'ladi buni. Bu ko'proq xizmat qiladi sizga. Bu esa benzinga moyni kamroq qo'shib qo'ysangiz, motor tez qizib ketishi mumkin. Bu ko'proq qizimasdan ishlaydi. Bu uncha qizimaydi. Bu tezroq qiziydi, bu uncha qizavermaydi. Chunki buni motori alohida, moy alohida quyiladi. Narx-navosi bilan tanishtirsangiz. Narx-navosi birinchi arzonidan tanishtirib o'tamiz. Bunisi 1,5 million so'm qilib beramiz. 3 ot kuchli. Bu 8500 varianti 3 ot kuchli bo'ladi. Buni 1,5 million so'm qilib beramiz. Kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib kelganlarga yana skidkamiz bor, o'tib beramiz. Like bosingiz, skidka bo'ladi. Hop, kartlichi. Bunimizning narxi 2 million 200 ming so'm. Bu 5 ot kuchli bo'ladi. 5 ot kuchli, pichoqlari ham 3 qator bo'lgani uchun qimmatroq. Buni 2 million 200 ming so'm qilib beramiz. Bu asosan xo'jalikda parnik tepisida ishlatish uchun eng qulay texnika bu. Juda ham buniki ayollar ishlatsa ham bo'ladi, ayollar uchun ham qulay. Og'ir emas, udobli qilib ishlangan. Like bosganlarga bunga ham chegirma bormi? Like bosib, obuna bo'lib, kommentariyaga omad so'zini yozib kelgan akalar uchun 2 million so'm qilib beramiz narxini buni. 200 ming skidka qilib beramiz buni.
Showlarda ham 3 qator mana bo'linadi olasiz. Bir tali olasiz, bir olasiz, 3 tali qo'yishingiz. Agar sizni jo'yagingizni katta kishilarga qarab moslashtirishni imkoniyatingiz bor. Bundan tashqari bizda 7 ot kuchli motobloklarimiz ham bor. 4-5 xil turidan bor. Mana bu turiga keladigan bo'lsa, bu Farali turi. Farali. Kattaroq keladigan akalar uchun 7 ot kuchli motobloklarimiz. Bu ham xo'jalik bor texnikalar. Bunimizning narxi 3.200 ming so'm. O'sha kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, omad so'zini yozib bersa, kommentariyaga kimdir obunachimiz. Buni ham narxini chegirma qilib o'tib beramiz akalar. Buni narxi arzonroq. Parasiz varianti. Parasiz varianti. Alfa Grand brendiga tegishli 7 ot kuchli motoblok. 170 motor bilan jihozlangan. Buni narxini akalar 2.800 ming so'm qilib beramiz. Bu Texa'ning yangicha chiqqani, Protech firmasiga tegishli Texa'ning yangichasi bu. Bu motoblogimizni qolgan motoblogda afzal taraflari bor. Balonlari o'z turgan joyida 180 gradusga buriladi. Shu afzal taraflari bor. Moydatchilar bilan jihozlangan motorlari. Bunimizning narxini 3 million so'm qilib beramiz akalar. 3 million so'm. Bunimizning narxi 3 million 100 ming so'm parali. Farqi nimada? Bu bilan birinchidagi bilan kelajak parali. Buni baloni kichkinaroq bo'ladi. Birinchidagi motoblogimizning baloni 400 ga 10 bo'lganligi uchun 3 million 200 ming so'm. 100 ming farqi bor. Buni baloni kichkinaroq 408 balon bo'lgani uchun 100 ming arzonroq qilib beramiz buni. Bu ham xuddi shundan 3 million 100 ming so'm. Bu Protech ko'rganlaring o'sha 3 million so'm bu. Buni ham o'tib beramiz akalar. Kommentariyaga omad so'zini yozib kelsinlaring. Ko'rsatsinlaring bo'ldi. Narxini o'tib beramiz. Narx surishda oson yo'li bor ekan. Narxini kanalga obuna bo'l, kalendariga yozsangiz bo'ldi. Narx so'ralgan. Narxida behijolat, hamma joyda ko'rib kelaverasizlar, hamma joydan arzon qilib beramiz. Har doim xizmatingizdamiz, kelaverasizlar akalar. Do'konimiz Qo'qon shahrida. O'zbekiston bo'ylab katta xizmati bor. Ana shu yozilgan emaillarga qo'yib ko'rasiz. Yoki sizga yozilgan